g'ish quyib oila boqayotgan ayollarga kelganman, topganman. Hormay opa. Voy bu bolani qaranglar, oyog'iga kiyizib qo'ymabsiz, zak uradi. Oyog'iga olib berilganim yo'q edi. Bir kunda shu ayol boshingiz bilan nechta g'ish qo'yadi? Harakat qilsam 8 ta 9 ta qo'yaman. Oxirgi marta qachon to'yib ovqatlandingiz opa? O'sha Abdulloh restoran qilib berganda oxirgi marta o'shanda to'yib ovqatlangan. Bloger ukamiz yaqinda internetga qo'ygan. Xo'p, mana yozda hozir g'ish quyib tirikchiligingiz o'tayotgan. Qishki kunida qanaqa sharoit bo'ladi? O'sha yozda anaqa pul olamiz, olib tirikchilik qilib anaqa qilamiz. Qishga g'amlab turasiz. Qishga g'amlab olamiz. Oynalaringiz ham derazalari yo'q ekan. Qanaqa bo'ladi isitish tizimi? Uni keyin qilamizda. Qishda. Qishda. Ovqatlarni chetda qilasiz. Va ovqatlarni chetda qilaman, dalalarga chiqib o'tin qilib. Yaqinda o'sha videoyingizni ko'rdim, shu o'tinlarni shu mayda bolalar terib kelishar ekan-a bu. Haqiqiy ekson qilinadigan joyga kelganmiz. Siz xohlagan paytingiz ko'chaga chiqib, xohlagan narsangizni yeya olasiz. Xohlagan kiyimingizni olib kiya olasiz. Ular unaqa emas. Oila kattalarining hammalari kasal. Otalarining asmalari bor. Onalari 2-3 metr nariyog'ini ko'zlari ko'rmaydi. Katta qizlarini sudurgisi bor. Abdullo to'g'risi bunaqa bolajonlarni, bunaqa sharoitda yashayotgan insonlarni birinchi marta ko'rib turibdi. Haqiqiy joyiga, haqiqiy manziliga tushibsiz. Inshaalloh Alloh xayr qilsin aka. Xudo xolasa bu oila bizdan, biz blogerlardan umid qilyapti aka. Xudo xolasa biz sabab yana bitta oilaga xursandchilik kiritsak, yaxshi yashashligiga, yaxshi yeyishligiga, yaxshi kiyinishligiga sharoit qilib bersak, Xudo xolasa bu insonlar to umrining oxirigacha duo qilib o'tishadi aka. Xudo xolasa birgalikda birlashsak, bu oilani xursand qilamiz. Hozir yoningizda yelka-melka turish uchun keldik. Imkon qadar xalqimizdan iltimos qilib qolamiz. Qo'llaringdan kelganicha shu bolajonlar uchun, shu oilani oyoqqa turib ketish uchun o'z hissalaringni qo'shsalaring. Abdulloh ukamiz kartalarni qo'yadilar. Ekrandagi kartalarga bemalol pul o'tkazsalaring bo'ladi. Ukamiz o'zlari kontrolini olib, отчетlarni topshirib, shu oilaga chiroyli xonadonlarni qurib topshirishni nasib qiladi inshaalloh tez kunlarda. Xudo xolasa. Videoga befarq bo'lmanglar. Ehson qilgani sharoitingiz yo'qmi? Videoga like bosing. Videoyimiz kengroq tarqalishiga o'z hissalaringizni qo'shinglar. Hammalaringga rahmat.